Assalomu alaykum. Gumzada Monjaro preparati, ya'ni Monjaro muolajasidan keyingi patsientimizni fikrlari bilan sizlarni ko'rishamiz. Bolajon, siz Monjaro preparati, ya'ni protsedurasini olgandan keyingi holatlaringiz bilan bo'lsangiz. Hozir sizlarga oldingi holatimni ham tushuntirib o'taman. Bu yerda mana men borgan sari vesim yuqorilashaverdi. Diyetalar, mana mashqlar menga hech ham foyda bermadi. Lekin men uyda unaqa juda ko'p miqdorda ovqat ham yemadim, lekin vesim ko'payaverdi. Shirinlikka vashchi ko'payib ketdi. Mana shokolad, mana pirojniy, shunaqa narsalarni ko'p yeb qo'yaverdim. O'zimni to'xtata olmadim. Keyin mana rozichkani ko'rib qoldim. Anaqa Instagramda ko'rdim-da, men ahd qildim. Shularga boraman, men shularga ishonaman. Men borib shu preparatni olaman dedim. Keyin yo'q, keldim, mana rozichka menga qilib qo'ydilar. O'shandan keyin reski menda shirinlikka to'xtadi. Mana shirinliklarni uncha xohlamayman, ovqatlarni ham uncha xohlamayapman, qornim ochmayapti hamda. Mana hozir 2 haftaning ichida 4 kilo vazn tashladim. O'zimga ham o'zim yoqyapman, organizmim yengillashgan. Naborot oldingidan ham men tetiklashdim-da, unaqa ana o'zimni yaxshi his qilyapman. Lekin boshda ancha qo'rqdim, bu anaqa nima bo'lar ekan deb, organizm qanaqa buni qabul qilar ekan deb qo'rqdim, lekin ular hammasi qo'rquv ekan. Mana qizlar, hech ham qo'rqmanglar, juda yaxshi. Mana hamma, men hozir 55 yoshdaman, lekin o'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Men mana davom ettiryapman. Hozir mana 2 hafta bo'ldi, yana keldim oldilariga. Hech qanaqa qo'rqmanglar, hammasi zo'r. Chiroyli bo'laman desanglar, rozichkani oldiga kelinglar.